Ayollar bu yashayotgan hayotingizni, turmush o'rtog'ingizni, farzandni, qaynota, qaynonalarni, uyingizdagi bir Alloh bergan chiroyli hayotni qadr-qimmatiga yeting. Telefondan har xil narsalarni jo'natishni, yuborishlikni, bo'lgan-bo'lmagan ma'lumotlarni tarqatishlikni, u bilan ertalabdan kechga ovora bo'lib o'tirishlik ayni bizning dinimizdan qaytarilgan. Bir hadis bilan tushunsak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytiblarki, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Insonning dinini, go'zalligini bilmoqchimisiz? Kerakmas narsa bilan mashg'ul bo'lmaydi. Ya'ni din bor inson kerakmas narsalar bilan mashg'ul bo'lmaydi. Zerikdi bu narsalardan insonlar. Hattoki mana bu shikoyatlardan biz zerikdik. Shuning uchun aytamiz so'zimiz nihoyasida telefon bilan kerakli narsaga ishlataylik, keraksiz narsaga ishlatmaylik. Chunki siz har biringiz qimmat odamsiz hayotda. Vaqt esa siz bilan mendan ham qimmat. Ertaga umr o'tib, vaqt o'tib, gunohlar to'lib ketsa, savoblar kamayib ketsa, unda biz qanday qilib javob beramiz? Oilani buzilishligiga sababchi bo'layotgan bu telefonlardan uzoqroq bo'lishlik maslahati